Oldinlari ingliz tilini o'rganish. Assalomu alaykum. Qadonlar yaxshimisiz? Alaykum assalom. Telefon qilishib kelmayapsan, ishim bor edi. Dadam telefonda pul yo'q edi, tekin tashlasa qaytarmadi. Men ish boshlab oldim. Bu dorazani och. Senlarga vazifani berib qo'yib, tekshirib qilib olaman. Bo'ldi, davay. Tushaman, yetalar. O'tgan darsda tubi filmi o'tdik-a? Tubi nima ekan? Nima ekan tubi? Tubi fe'li M is R bo'ladi. Dadang ayim bergan 25 ming buni biznosda oqlab qo'yishga san, kallalar. Yana ham qandashimiz senlar bilan. Men o'quvchiman dechi? I am people. I am qani tubi fe'li qani bu yerda tubi qani? Senlar o'tgan darsni yaxshilab takrorlab turish, men mollarimga qarab kelay hozir. Hozir ingliz tilini o'rganish. Men qarash, salan yozamiz hozir. Qizim do'stlar xonamiz qarshib tezroq tirayotgan narsalar olib kelishsin. Bo'ladi. Bo'lsam daftarga yozishur. Today is the 6th of November. Today is 3 of Qandashim sanlarda bo'lmasam u. Chiroq men aytgandan qilib today bo'ladi. Today emas bu. Bugungi mavzu. Ana. Qiziqib. Men qarash, o'zlaring bilan qo'shimcha bola olib kelishsin kursga. 5 mingdan senlarga diskont qilaman. Nima u diskont? Eshitdingmi, ingliz tilida senlarga yangi so'z chegirma degan. yozib olaylik. Yozib ol. Diskont chegirma. Men qarash, o'zi ingliz tilida 24 ta zamon bor. Shundan 3 tasini bilsang bo'ldi. Qolganicha shart emas hozir senlarga. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Bo'ldi shuni bilsang. Voy, shuni yozib turish hozir men qo'shniga qarab qo'yay. I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah, I was down but now I'm up. Yaxshi keldinglar bolalar. Rahmat. Kim bu bola? Davlat diskont. Nima diskont? Abi o'rgatdingiz-ku, chegirmada bu yoq. Xuloslar, mana shu narsalar tez o'rganishasanlar, senlar. Pulga bog'liq bo'lsa o'rganishasanlar. Siz nima aka? Muslimbek. Xolam o'g'li bo'ladi. Nagzab o'g'limi? Uttashi. Ye, Ali, Muslim senmiz ham yurarding bunday yoqib. Hay, bilan tishlaylar deb kelib yosh ko'raman. Yaxshi o'qiganlar, dadang atesinglar o'qisin deb ishlab yuribdi-da, uka. Yozmasam, shu Muslimni familiyamni yozasan-da, ingliz tili to'garak daftari deb yoz. Boshqa fandan tutormanga adashtirib. Tushundingmi? Bo'ldi, o'qituvchi degan joyga yoz. Furqadonlar. Qanaqa bilasan men? Nari mahalladagi Surayapaya to'garakka borganman-da, o'shatgan sakizda. Hozir men bormayapsan. Yerga tegib qoldi. Yerga tegib ketdimi? Ya'ni Burxon akaning qizi edi-da u. Ha, menga kelib yashibsan, men yerga tegmayman. Bo'pti. Qarang, bugun birinchi kun test rejimda bo'ladi. Davay. Keyingi darsda kasblar haqida o'tamiz. Jobs bo'ladi. O'qituvchi nima degani? Teacher. Ha, men kimman? Furqadonlar. Inglizchada. Furqat teacher. Ha. Furqat teacher, ertaga večer. Sen qandashim degan so'z qo'shyapsan. Sen ham o'zing qo'shyapsan, ha? Dadangga aytaman shekilli, sen aytasan. Bu so'zlaringni yodla, doktor. O'zing vazifalar yaxshi bajarmaysan, keyingi darsga senga jarima mail olib kelasan tirayotganlar. Xo'p, endi. Ha, qalaysanlar? Assalomu alaykum. Assalom. Qayerga ketyapsan? To'garakka. Kimga borishyapsan? Qadonlarga-da. Dars zo'r o'g'lim, yaxshi Nima qilib yuribsizlar bu? Biz Night'dan International'da ingliz tili o'qiyapmiz. Ha, kimda o'qiyapsizlar? Biz Bistro Furqatda o'qiyapmiz. Ha, haligi Furqat domladami?